Assalomu alaykum, Fozil YouTube kanalining hurmatli obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvadorlar, buqa ishqibozlari, sizlar uchun Kosonsoy tumani Tergash chorva bozoridan hurmatli aka-ukalar, Tergash chorva bozorining narx-navolarini yoritgan kelganmiz. Albatta videolarimizni o'tkazmay ko'rishingizni tavsiya qilaman aziz obunachilar. Bugungi sana 18 ha, Xudo berdiga 18-aprel haftaning xudo xolasa do'stlar, juma kuni 2025-yil. Barchangizni kirib kelgan Saidul ayyom, juma ayyom muborak bo'lsin deya bugungi narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolarimizni o'tkazmay ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bozor to'liq manzil lokatsiyasi Fozil Uz Telegram kanalida bor. Albatta Telegram kanalimizga o'tib, Xudoyberdigan bilan birga kelib, videolarni qilib, mollarni olib ketishingni tavsiya qilamiz. Videolarimizni o'tkazmay ko'ringlar. Bizni ixlos qilib, Fozil Uz YouTube kanalini ixlos qilib kuzatib borayotgan aka-ukalarimizga inshaalloh bugungi narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Like bosishda davom etinglar. Like bosib mana qo'llab-quvvatlab turishsinlar. Xudoyberdiga gapsiz yo'q. Assalomu alaykum. Sizlarga Xudoyberdigamga nima deydi? Obunachilar, hammalaringiz salom. Meni ko'rayotgan vodiy, vohadagi hamma yigitlar, mana kelinglar, mollar seroq, mana Namangan oblastida Tergash bozorida mana bugun keldik. 1 yil bo'ldi kelganimizga. Endi mana shunday ishlar harakat qilib turibmiz xudo xohlasa bugun barli video bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'lsinlar hammasi, bizni ko'rib turgan yigitlarga. Hozirda bugun juma kuni bir duo qiling. Videodan oldin bitta duo qiling. Parvardigor o. Ha, bizga qarab duo qiling. Nimasi bo'lsa maqsadi maqsadga yetsin. Siz ham sog' bo'ling, kam bo'lmang, hamisha ishimiz yaxshi bo'lsin. Olayligu o'rgizmaydi. Alloh bersin hammamizga. Kelinglar yigitlar, hammalaringga salom Rossiyada. Boshladik bo'lsa. Yigitlarga, o'g'limga ham hammasiga salom. Bozor qo'liqdan chiqib omad. Sog' bo'lsinlar. Haligi bor narsani yashab yursak ko'rib borar ekanmiz-da. Mana bundan bir oy oldin, bir hafta oldin qanaqa narxlar bo'lyapti o'tdi. Semizlarda savdo yo'q, hoji buva. Savdo yo'q, odamlar вообще shunday oq qo'ysak olmayapti go'shtni. Aziz obunachilar, shuni ta'kidlab o'tamanki, nima deydi? Boqma buqa olgandan semiz buqa olib turib qurbonlikqa tashab qo'ygan o'sha yaxshi bo'lyapti. Qurbonlik g'amini hozir yeyishni tavsiya qilaman. Video roligi boshladik. Marhamat, ketdik biz. Barakasini bersin. Sizni ham hamisha ishimizlar, nimalari obunachilar ko'payaversin. Aytganingiz kelsin. Mana novoslar endi qaysi biri savdo bo'lyapti Xudoyberdiga? Hozir qaysi bo'lyapti? Ha? Mana unisi bo'lyaptimi? Bunisi. Mana unisi savdo bo'lyapti. Qaysi bir 28 million. Mana nasldor buqamiz savdosi bo'lyapti. 56 dan, taroziga 56 dan savdosi bo'lyapti ekan. 60 dan kami bor deyishyapti ekan. Mana unisi 27 million savdo bo'ldi. 500 kilo vazmin, bo'ylari 1.40 atrofida. Aziz obunachilar, 27 millionga bunisini berilmayapti. 57 mingdan bo'lsa beraman deyapti mana shu buqani. 57 ming so'mdan. Aziz obunachilar, dehqonning o'zini ham oldiga borib, aniq ma'lumotni bilamiz. Mana u 60 mingdan kam bor aytilyapti ekan, 56, 57 savdosi bo'lyapti ekan. Mana ular kimdan hoji bu? Hammasi shuniki. Hammasi shuniki. Ketdik. Bir de champulimiz nima? Qanchaga bordi aka? Savdosi bo'ldimi? Egasi kirib ketdimi? Aytil, narxini bilmadingizmi? Narxini bilinmabdi, aziz obunachilar, ketdik. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, mana ular kimdan aka? Egasi ketdi. Sotildimi, sotilmadimi mana shu? Sotilmadi. Aziz obunachilar, erta tongda kelganman. Sababi savdolarni kuzatdim, boshqa bo'ldi. Savdo semiz buqada yo'q. Bor, bitta ikkita savdo bo'lyapti. U semiz buqa ham kam u. Lekin qurbonlikqa shuni tavsiya qilamanki, mana shunaqa go'shtni, mana shunaqa olov semirgan mollarni olib turib, qurbonlikqacha yemlab, tarsillatib so'ysangiz bo'laveradi. Nimaiki, boqma buqadan semiz buqa hozirgi kunda arzon bo'lyapti. Mana narxlarini tanishtirib boramiz. O'zi semiz buqa sanoqli chiqdi, lekin narxlari arzon. Bular nech puldan aytilyapti mana bu semizlarni? Ha? Bular kimdan aka? Aka o'tyapsiz, men siz oldingizga o'tdim. Nech puldan aytyapsiz bularni? 60 dan bo'lsa sotaman deyapti. Novoslarni qarang. 600 kilo vazmin, 550 kilo, 550 kilo, 450 kilo vazmin keladigan novoslarni quyuq suyug'iga aziz obunachilar 60 dan bo'lsa sotaman deb turishibdi. Mana shu to'rttasi bir kishiniki ekan. Bittasini sotishibdi 60 ming so'mdan baraka bo'pti. Hozir uni ko'rsatib qo'yaman video davomida. Mana bu buqamizni 60 ming so'mdan barakasi bo'pti. Lekin bu buqamiz
450 kilo vazmin keladi. Mana uni kim oldi akalar? Mana shu buqani. Ha? Kim olganini bildingizmi aka? O'sha 5 ta buqa olib chiqqan ekan, bittasini 60 mingdan sotdi. Mana shu buqa aziz obunachilar 450 kilo abag'da keladigan buqamiz 60 mingdan baraka bo'libdi. Bitta mana shuni ko'rdik xolos. Endi bugungi bozorda, lekin mana ular turibdi. Endi yana bitta shved buqamiz bor. Aka, assalomu alaykum. Keling molni oldiga. Keling aka. Molingizni oldiga keling. Keling aka. Keling aka, keling. Yo, narxini aytasiz, keling. Efirga chiqib qoling. Mana mana shu mol mana shu akamizniki. Xo'p. Narxini nech pul aytyapsiz aka mana shu? 35 million kam bor aytyapsiz. Kami bor, ha. Xo'p, savdosi nima bo'ldi aka? Xolis gapiring. Qanchaga bordi narxi? Hozirgi bahosi 28 million. 28 million. Biroz oldin 27 million savdo bo'ladirdi-da. Novosingiz nech kilo keladi aka? Bilmasam endi. Taxminiy bes nech kilo bor? 550 kilo bordi. 550 kilo. Xo'p. 28 million savdo bo'ldi. Taroziga so'rashdimi? Taroziga Qancha so'rashdi aka? 54 mingdan. 54 mingdan so'rashdi. Nech puldan bo'lsa berasiz aka? 58 dan bo'lsa qo'yib. 58 mingdan bo'lsa berasiz. Bu deganingiz işte 58 mingdan tushib berar ekansizda, kamini qilib berar ekansizda. 54 ming so'ragan bo'lsa 58 mingdan kamini qilib berar ekansizda. To'g'rimi? 58 qo'yib beraman. Ha, qo'yib berasiz. Qo'yib beraman. Kami yo'q 58 dan. Bozoringizni bersin. 58 mingdan kami yo'q deb aytishyapti akalar, lekin 54 mingdan savdosi bo'libdi, ha aka. 54 mingdan semiz buqamiz savdosi bo'ldi. Mana bugungi ko'zinglar bilan ko'ringlar. Yo'q, har o'ndoqda haligi 70 mingdan 60 mingdan sotilgan payti endi chiqazib bordi. Kimlardir qassoblar yoki kimlardir mendan xafa bo'lib yurdi-da. Endi narx tushganda shuni ko'rsatsam, narx arzonligini ko'rsatsam, dehqonlar qassobxona ochib, sanam qassoblar tomon bo'lib qolibsan deyapti-da. Endi bor narsani ko'rsatilyapti-ku bu yerda, to'g'rimi? Bor narsani. 5000 suv olishlar ham tushdi. Yo'q, o'shani kimlardir to'g'ri qabul qilyapti. Kimlardir o'sha noto'g'ri qabul qilyapti-da. Men qassob taraf bo'lib yo o'zim taraf bo'lib qassobxona ochib, bir dehqon taraf bo'lmay nima qilayotgan joyitim yo'q. Bor narsani men ko'rsataman-da aka. O'sha narsani ko'rib turib, ko'rayotgan narsamni ko'rsataman. Men misol uchun qassob taraf bo'lib men bozordan mol sotib olayotgan joyitim yo'q, boshqa qilayotgan joyitim yo'q akalar. Realni mana shu aprel oyini bo'layotgan savdolarni ko'rsatib boryapmiz xolos. Bizni o'sha ko'rsatish vazifamiz orasida bozorlarda bo'layotgan narx-navolarni aniq va tiniq yoritib berish xolos aziz obunachilar. Shuni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Like bosishda davom etinglar, biz ketdik. Endi boqma buqalarni ko'ramiz. Boqma buqalarda aziz obunachilar, semiz buqaga solishtirsanglar, boqma buqalar qimmat bo'lyapti semiz buqadan. O'shani farqini bilinglar akalar. Undan semiz buqa olib turib boqsanglar o'sha yaxshi, boqma buqa olgandan. To'g'rimi aka? Ketdik biz syomkamizni boshlaganmiz, boqma buqalardan boshlaymiz. Xo'p, mana shu ham boqma qatori. Aka nech pul aytyapsiz bu buqani? 33 million kam bor. Bozor qancha berdi, tog'a? Bozor endi 25 berib turibdi. 25 million savdo bo'lib turibdi. Berilmayapti. Mana shu buqa ham boqma qatorida aziz obunachilar, boqma buqa 25 millionga bermay turishdi ekan janavar, qarang. Oyoq qo'li kalta, nasldor buqa, rosa boqsa zo'r ketadigan buqa, lekin boqish kerak bu buqalarni. Xo'p, ketdik. Novvoslar bozorda qandaydir ko'p emas, lekin bor. Mana shu buqamiz ham boqma variantidan. Bo'ylari biri 35, biri 40 atrofida. Hozir narxini bilamiz. Bu buqa kimdan ekan? Nech pul aytyapsiz? 28 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? Nech pulga bordi? Qanchaga? 25 milliongacha savdosi bo'libdi. Aziz obunachilar, mana shu buqamiz 25 milliongacha savdosi bo'libdi. Berishmayapti. 500 kilo bormi, qiynaladimi? O'zimizni mesni paroda ekan, men nazarimda qiynalib qolishi mumkin. Yana bilib bo'lmaydi, vallohu alam. Yem yeb turgan ekan-a? Yem yeb turgan ekan, 2 euro ekan. Yana dalshi yemlasa bo'laveradi. 25 million so'mgacha savdosi bo'libdi, berishmayapti akalar. Bo'ylari 35 plus 40. Qaysi birini savdo qilyapsiz? Nech pul berdingiz? 25 million savdosi bo'libdi. Barakasini bersin. Bunisini nech pul aytyapsiz aka? 5 kilo abag'da 28 kam bor. Pul berishdimi? Nech pul berishdi? 25 million savdosi. Buni ham 25 ga bermadingizmi? Mana bu buqamizni ham 25 ga berishmabdi. Bu ham o'sha 400 kilo, xudo xolasa vazmin bo'lgan buqa. Bo'ylari 30 gacha kelib qoladi, lekin 400 kilo ustida. 25 million ikkalasini 30 millionga, 50 millionga berishmabdi-da.
50 millionga. Lekin mana uni ko'chati chiroyli ekan, mana bu qoni. Sifati chiroyli ekan. Xo'p, navbatdagi boqma buqalarimizdan ko'rishni davom etamiz. Aka, buni nech pul aytyapsiz? 25. Savdosi qanchaga bordi? 19,5-20 millionga so'rashibdi, berishmayapti akalar. Boqma buqa bu ham biroz yemagan ekan, lekin orqasi oldiga nisbatan xunukroq ekan. Lekin yemlasa bo'laveradi. Mana shu buqalarni arzonda, semiz buqadan mana shu buqalar arzon. Nech pulga bermadingiz? 20 milyon, 12,9,5 kilo. 20 milyon, 19 milyondan 20 milliongacha savdosi bo'libdi. 400 kilo biroz ustida keladi, berilmabdi. Aziz obunachilar, 400 kiloni 20 millionga bo'lingni, qancha pul bo'ladi, o'zingizlar ko'rasizlar. Va navbatdagi boqma buqamiz nech pul bo'lyapti? Qaysi biri? 100 ming kam 25 million real savdolardan. Mana 400 kilo vazn, bo'ylari 1.30 keladi. Aziz obunachilar, 100 ming kam 25. 5 kiloga qiynaladi 450 kiloga kelib qoladi. 5 kiloga qiynaladi 450 kilo vazminroq ham kelib qolishi mumkin, lekin boqma variantdan 25 million 100 ming kamga berilmayapti akalar. Qaysi biri bo'lyapti? Savdo bo'lyaptimi akalar? Ha, savdo bo'lmayapti. Bu kimdan mana? Mana shumi? Mana shu bo'lyaptimi aka? Nech pulga berildi? Nech pulga bordi? 24 million 200 mingga aziz obunachilar. 400 kilo kelib kelmaydi, 24 million 200 ming so'm. Mana shu ko'rib turgan novosimiz savdosi bo'lyapti, mashalloh. Lekin oldi orqasi, korobkalari butun zo'r narsa ekan. Oldi orqasi chiroyli ekan demoqchiman aziz obunachilar. Mana ko'ringlar. 200 ming kam 24 million 200 mingmi yo 200 ming kam 24 millionmi? 24 million 200 mingga boqma buqani berishmayapti. Ketdik. Navbatdagilardan ko'rish davom etamiz. Mana bunaqa shved tonda sifatli. Nech pul aytyapsiz? Xormang. Nech pul aytyapsiz? 26 kam bordi hozir. Qancha? 26 kam bordi. 26 million so'm kam bor. Bo'ylari 1.30 ga yaqin. Tirik vazni 400 kiloga qiynaladi. Lekin buzay narsa ekan, juda katta bo'ladigan sortidan, shvedni. O'zimizni mana shu Kosonsoy shved buqalardan. Pul berishdi mumkin? Qancha? 23 yarim 23 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Mana berishmayapti ekan. 23 million 500 ming so'mga. Lekin yaxshi narsa, ko'ringlar. Nima deydi? Ingichkarog'i, lekin sorti bor. 23,5 millionga savdosi bo'libdi, berishmayapti. Barakasi bo'ldi navbatdagisi. Nech pulga bo'ldi aka? 56 mingdan 56 mingdan mana aziz obunachilar. Mana shu buqa zo'r bo'ldi 56 mingdan. Nech kilo bor aka? Xolis. 480 kilo. Kesin ilohim. 470 kilo ketdik. Bekitmaymiz-a tarozni. Bekitmaymiz. Ketdik. O'zimizni jaydariga ham totib ketagan, Qirg'iziston parodaga ham totib ketagan. 56 mingdan bo'ldimi? Akalar so'ysa ham foyda qilaveradi, sotsa 56 mingdan so'ysa ham foyda qilaveradi, boqsa ham foyda qilaveradi, yon bu qalash. Qarang, yaxshi narsa. 56 dan 480 kilo ko'rishyapti. Taroziga 470 kilo. 470 kilo. Men ham shuni aytmoqchi edim. Men ham shuni aytmoqchi edim. 70 bilan 75 aytmoqchi edim. 56 dan bo'ldi. 56 mingdan. To'raqo'rg'onga Abubakir akaga. To'raqo'rg'onga so'yladimi buni, boqiladimi? So'ygan. So'ygan. Tarozni nol qo'ylaydi. Tushdi. Bo'ldi, tushdi. Qani? Mana oldi orqasini ko'ryapsiz. Mol yemaygan. Chuh. Tarozini. Ha, 70 kilo. 75. 75. Altmış beş mi? 50. Hemen ki her çıktı abi. 70. 50. Ha. 76. 75 doğdum. 75 dedin la. Birinci 75 doğdum. Siz 70 doğdunuz. Akamiz, Ogan akamiz 80 doğdular. 75 doğru geldi. 76 kilo geldi. 1 kilo kardeşimiz. Kettik.
Xo'p, hurmatli aka-ukalar, bozor narxlarini ko'ryapsizlar. Boqma buqalar nima deydi? Boqma buqalar bilan semiz buqalarning farqini, boqma buqalar bilan semiz buqalarning narxini ko'rib boramiz. Simentallar kimdan ekan? Simentallar. Simental kimdan aka? Ha? Simental kimdan ekan akalar? Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldimi simental? Kimdan simental? Aka, 58 milyon. kelinchi uka, 1 minut, iltimos. 58 millionga baraka olindi, barakasi bo'ldi. 58 millionga baraka bo'ldi aziz obunachilar. Kuraga chiqmagan yosh o'spirin nima deydi? Boqma simental buqalarimiz 58 millionga barakasi bo'ldi. Mashalloh. Turishini qarang, janovarlar. Novvoslarimiz 5 kilo abag'ida kelib qoladigan novvoslar. Ikkitasi bo'ldi 58 millionga. Ikkitasi bo'ldimi? Ha? Ikkitasi bo'ldimi 58 millionga? Mana unisi sorti kuchliroq ekan. Hop. Mana unisi sorti kuchliroq ekan, mana unisi iligi ingichkaroq ekan. Mana uni iligiga qarasangiz, mana juda kuchli narsa. Endi ikkinchisini iligini ko'rsatsam, aziz obunachilar, buni qarang. Mana ko'ryapsiz? Iligiga e'tibor bering. Bunisi haqiqatan kuchli, lekin quyuq suyug'iga 5 kilodan kelib qolish ehtimoli bor. 58 millionga juda arzon bo'pti. Zo'r bo'pti. Rosa boqadigan, olgan odam maza qilibdi bor-ku. Qandini ursin deydi-ku. Omadini bersin. 58 millionga juda go'zal narx bo'pti. Buni endi olgan akalarimiz maza qilib boqishadi. Boqqan olding nima ekan? Ha? Ona qarang, oldilardan bir o'tib ko'rsatib qo'yaymi, oldilardan. Janovarlarni. Mana oldi qismlardan akalar. Lekin bunisi har jihatdan kuchli janovarlar. Mana ko'ring. Zo'r bo'pti. Avstriyskiy simentalli 58 millionga juda zo'r narx bo'pti. Ketdik. Sotilgan variantlardan ham boqma buqalarni ko'ramiz. Aziz obunachilar, narxlarni solishtiring. Bu to'qol qanchaga baraka bo'ldi? 24 million 700 mingga baraka bo'lgan buqamiz 450 kilo xudo xolisi kelaveradi. Bo'ylari 1.30 plus hisobida. Shved novvos ekan, lekin bo'zak ekan. Qarang, bo'zak. Turak tishi yo'q. Bo'ylari 1.30 plus kelib qoladi. 450 kilo keladi. 20 qancha bo'ldi? 24 million. 24 million 700 mingga barakasi bo'ldi mana shu buqamiz. Xo'p, ketdik. Bu baraka bo'ldimi mana bu buqalar? Boqmalar. Nech pul aytilyapti? Narxi nech pul aytilyapti ekan? 21 million savdosi bo'layotgan navbatdagi buqamiz mana. 400 kilo abag'ida keladi. 21 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Bo'ylari 1.30 plus. Aytilishi qancha bu? Aytilishi qancha aytilyapti buni? 23 dedik. 23 aytilyapti. 21 savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar mana ko'ringlar. Mana endi bitta buqamiz sotilib shuni narxini bilishga harakat qilamiz. Nuqta ham to'qib qo'yishibdi. Mana u qanchaga baraka bo'ldi akalar, bilmadingizmi? Siz bilmadingizmi aka? Siz gapiringchi taxminan o'zingiz. Endi savdo yo'q. Buni qarangda, mana shu buqa 21 ustida bo'lgan bo'lishi kerak-da, 22 ning ustida. Endi aniqini bilsak yana ham yaxshi bo'lardi, aniqlik kiritsak. Ha. Narxi nima? Endi hozirgi bozorga nisbatan endi qarangda aka. Mana yo'q, qarangda qancha bo'ldi mana pasaytayotgan bo'lsam. Shuning uchun so'rayapman-da aka. Men ham bilmayman, sizga o'xshaman. Men taxminiy aytib o'tib ketyapman-da. Egasi Qalaridagi amonat bo'ldi, berdim. qanchaga bo'ldi bu? 25 ga buni ko'rdik aka. Bizga mana uni 20 qancha berdim. aka ola qanchaga baraka bo'ldi? 20 million 800. Yomon aytmayman aka, ko'rasizmi? 22 milliongacha savdo bo'lgan bo'lsa kerak desammi? 20 million 800 ga bu baraka bo'pti. Aka, buni eshitmadingizmi navoda narxini? 600 oldingizmi, sotdingizmi? Oldi. 22 million 600 mingga mana bu shvetimiz. Bo'ylari 1.40 ga yaqin. 22 million 600 mingga barakasi bo'ldi. Mana bu 20 million 800 mingga qora ola. Aziz obunachilar, real bo'lgan narxlar 400 kilo abag'idagi buqalarimiz. Mana u vazminroq kelib qoladi. Mana u kemasligi ham kelib qolishi mumkin, lekin mana u yo'g'on ekan, kuchli ekan u shvet buqa. Shunaqa akalar. Nima gaplar? 21 millionga mana uni berishmayapti ekan. Mana bu ham o'sha 400 kilo vazminroq keladigan buqa. Xo'p, ketdik aziz obunachilar.
Boqma buqalarni ko'rishda davom etamiz. Qashqa qo'ng'irini ish bilan aytyapsiz? 26 kam bor. Savdosi bo'ldimi? 23,5 million so'm savdosi bo'libdi, berishmabdi. Akalar mana buqani qarang, 23,5 millionga berishmabdi. 26 million kam bor aytishyapti. Necha kilo bor? Ha? 400 kilo. Rossiyskiy buqa ekan, 400 kilo bor deb aytishyapti. Vazminroq kelib qolishi ham mumkin. Novos rosa boqma, lekin kurak shishi yo'q. Kurak shishmagan, yemga tayyor. Turishini qarang. 400 kilo aytishyapti, vazminroq kelib qoladi men nazarimda. Oldi orqasi kelishgan. Bo'zak ekan hali. Telefon nomeri aytib qo'ying ishqibozlarga. 94lik 042 9504 nomerlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p. Navbatdagi mana o'zimizning местный shvedlardan. Nech pul aytyapsiz aka buni? 28. Savdosi bo'ldimi? Nech pul bo'ldi? 25 million mana akalar. 25 millionga boqma buqani. Boyaga semiz buqani 28 million, 27 million bo'lganini men o'zim ko'rdim. Egasi bilan gaplashsam 28 million savdosi bo'ldi deyishyapti. Mana ko'ring, boqma buqa mana shu ham hali kuraga chiqmagan, lekin yemlasa bo'laveradi. Semiz buqadan qimmat boqma buqani narxi. Xo'p, ketdik. Novosadan ko'rishni davom etamiz. Aka bu qanchaga bordi mana jaydari o'zimizning ola go'shtlardan? Qanchaga bordi bu? 21 million mana 400 kilo vazmin keladigan buqamizni 21 million savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. Aytilishi qancha aytilyapti aka? Aytilishini aytdingizmi narxini? 25 kam bor ekan. Mana boqma buqa nasldorlardan nech pul aytyapsiz? 28 kam bor. Savdosi nima bo'ldi? 25 ga yaqin savdo bo'libdi, berishmabdi. 350 kiloga qiynaladi, lekin 300 kilo xudo xolisa vazmin keladi. Mol ingichka-yu, sorti sifati bor. 350 kiloga qiynaladi. Bo'ylari bir 20 plus 25 ga bordi, bermadingiz. Telefon nomeri aytib qo'ying. 93lik 403 necha? 62 raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar aziz obunachilar. Endi ko'rdinglar mana bir yasharli buqalardan ashi xo'p, sotilganlardan ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu yerda aziz obunachilar real savdolardan ko'raylik. Mana buni ham boqsa bo'laveradi. Qora ola. Nech pul bo'lyapti bu? Ha? Nech pul bo'lyapti? Aytilishi qancha aytilyapti buni? 22 million kam bor aytib 18 million 700 ming sunnatiga o'tib beramiz. 19 millionga sunnatiga o'tib beramiz deyishyapti. Novosi bo'yi 20 plus keladi. Orqa oldi kelishgan yaxshi narsa ekan akalar. 19 million sunnatiga o'tib beramiz deyishyapti. Mana bu orqa qismidan ko'ryapsiz. Oldi qismini ko'rib o'tdingiz. Hurmatlarga ko'ra yaxshi narsa, lekin yemlasa bo'ladi. Gazi bor, beli uzun, zo'r ketadi mana shu novoz. Xo'p, yosh o'spirin buqacha chiqib qoldi, ko'raylikchi. Tog'a hormang. Nech pul aytyapsiz oqboshchi? 25 million kam bor. So'rashdimi? 22,5 million, maşallah. 22,5 millionga berishmabdi akalar, buni qarang. Bo'ylari 1.15 atrofida 22,5 million so'mga berishmabdi. Mana shu ko'rib turgan buqayni 22,5 million so'm, maşallah. Turishini qarang. Barakasini bersin. Mana bir yasharli buqalardan ko'raylik. Nech puldan aytilyapti bu janovarlar? Bir yasharli buqalar. 19 milliondan kami bor. Xo'p, bo'ylari 1.15 plus, xudo xolasa. Savdosi qanchadan bo'lyapti bular? 16,5 million. Mana unisi zo'r narsa ekan. Mana unisi. Vaqti zo'r narsa ekan. O'ng tomondagisi, mana o'ng tomondagisi zo'r narsa ekan. Savdosi qanchaga bordi dedingiz? 33 million. 33 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Nech pul bo'lsa beraverasiz aka? 17 dan o'tsa sotilargan, 17 milliondan o'tib sotilargan. Bir yasharli buqalarimiz akalar. Shularni kuzga tayyorlasa bo'laveradigan buqalar kuzga. Telefon nomeri ayting ishqibozlarga. 241 50 o'ldi. Kodi bilan ayting, boshqatdan ayting. 241 50 o'ldi. 93lik 241 50 01 nomerlariga qiziqqan aloqaga chiqishingiz mumkin. Badani ham yaxshi ekan mana. Bir yasharli buqalar akalar. Baraka bo'ldimi bu? Polvon? Baraka bo'ldimi? Nech pul aytyapsiz? 15 million 800 savdosi bo'ldi. Bo'ylari 1.15 plus 20 ga yaqin. 15 million 800 ming so'm savdosi bo'libdi, berilmabdi akalar. O'zimizni местный parod desam Qirg'iziston ekan, Qirg'iziston parodi ekan. 15 million 800 mingga berilmabdi. Xo'p, ketdik. Navbatdagi buqalarimizdan savdo bo'layotgan variantlardan
Nechi pul bo'lyapti bu mana? Bu ham 1 yashar atrofidagi bu. 13 so'rashyapti. Aytilishi nechi pul aytilyapti? 15 kam bor, 13 million savdosi bo'lyapti. Berilmayapti. Bo'lari biri 15 ga kelib qoladi. 13 ga berilmayaptimi? 13 millionga 13 millionga berishmayapti. Akalar, molni sortiga, sifatiga, bo'ybastiga qarab savdolar bo'ladi. Xo'p, 1 yasharli bu. Mana shu bitta buqoni men ko'p bilganim narxini, akalar. Mana shu yerda sotilgan buqalarimizdan men bilganlarimni aytib beraman. Nasldor buqa, mana bu oqbosh ekan, o'zi qo'ng'ir tonda. Bo'ylari bir 20 ga yaqin, xudo xolasa bo'ybasti keladi. Nasldor buqa. 21 million so'mga mana shu buqamiz baraka bo'ldi. 21 million so'mga. Ko'ryapsiz. Endi mana bu buqamiz, mana bo'ylari bir 25 kelib qoladi, akalar. Ertalabda barakasi bo'ldi, 20 million 500 ming so'mga mana shu buqamizni barakasi bo'ldi. Foyda berishdi, molpurush akalarimiz sotishgani yo'q. 20 million 500 mingga mana shu buqani sotilganini men ko'zim bilan ko'rdim. Va mana buni. Mana bu qo'ng'ir Qashqani. Shunaqa bugungi narxlarni ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Narxlarni solishtiringlar. Xonadonda va mollarning sifatiga, sortiga, puliga solishtirib, mana ko'chat buqachalardan bilanlikcha. Aka, nechta pul aytyapsiz buni, hormang? 15. Nasl mesni paroda shvedlardan 15 million kam bor aytilyapti. Bo'ylari 1 plus atrofida. Bozor qancha berdi aka? Nech pulga berilmayapti? 13 million 600 ming so'm so'ralyapti. 13 million 600 ming so'm dehqon bermayaptilar. To'g'rimi? Dehqonning moli 13 million 600 ming so'mga berilmayapti. Molni sifati chiroyli, oq tumshuq, shved tonda. Qaysi moli bu? Sheyki, aytaman, Kosonsoyi, Yangi Qo'rg'onning mollari Qirg'iziston paroda buqalarga damini beradi deyman-ku. Mana. Mana shu buqani berishmayapti, aziz obunachilar. 13 million to'ppa to'g'ri bo'lyaptimi? 13 million 600. Aka, sizlar qaydansizlar? Qaydan? Men Chakobod. Ha, Chakobod. Mana Rossiyadagilarga salom aytasiz. Aybilla bor. Ha. Rustam bor. Ha. Mahalla qarindoshlar aytib qo'yadi. Mahallaning bolalar. Akbalaga, qo'shnilarga salom hammasi. Salom. Hayvonlar ko'tarilib ketgan. Kelma xayrilat qilishdi. Juma ayyomlar tabriklab qo'yamiz. Tabriklaymiz juma ayyomlar. Juma ayyomlar tabriklab. Ayyom muborak. Hamidulla kabob ming buloqdan mol ko'rish. Ha. Kecha gaplashdik. Yaxshi. Sog' bo'ling. Bo'ling Hamidulla aka. Ishlab Omad bo'ling. Shunaqa gaplar akalar. Mana o'spirin buqachalardan yana bo'ylari 1.10 ga yaqin. Nech pul aytyapsiz aka buni? 20 million kam bor. Aziz obunachilar, 20 million kam bor. Savdosi bo'ldimi aka? Bo'ylari 1.10 kelib qoladi. 17,5 savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 17 million 500 ming. Ana narxlar, mana narxlar akalar. Xo'p, mana navbatdagi shved tondagisi. Nech pul aytyapsiz aka? Bo'ylari 1.10 plus, xudo xolasa 18 kam bor. Pul berishdimi aka? Emni buzoyagan, ha? Qanchaga bordi? 15. 15 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. 5 oylik buzak. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 93lik 406 8607. Zo'r buqachalar chiqib qolsa, nomerini aytib o'tib ketaman, aziz obunachilar. O'zimga yoqqanini sizlarga tavsiya qilaman, mana. Nech pulga bermadim deyasiz? 15 millionga berishmabdi. Barakasini bersin. Mol rosa sutga to'ygan ekan. Siz nech pul aytyapsiz aka o'spirinni? Bo'yi 1.10 plus, xudo xolasa 19 kam bor. 19 million kam bor. Sifati ham bor-da, mana nasldor buqa bilan qarang, bir xil 19 million kam bor aytilyapti. Kuchli bo'lsa kuchlikki, pasmas. Nech pulga baraka bo'ldi? O'ting. Nech pulga bo'ldi? 1508 mana shved buqa. Bo'ylari 1.10 keladi, 15 million 800 ming akalar. Narx-navoni ko'ringlar mana. Bo'ylari 1.10, 15 million 800 ming. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 17 ga, mashalloh, 17 millionga o'zini berishmabdi aka, ha, o'zini. Jupunimda akam so'rayaptilar. 17 millionga berilmoqda akalar mana. Nasldor bilan mesni parodani farqini ko'ring. Mesni nasldorni nech pul aytyapsiz aka? 20. Savdosi qanchaga bordi? 17,350 akalar. Bo'lgan narxi berilmoqda. Telefon nomerini aytib qo'ying qiziqqanlarga. 50lik 552 2780. Nasldorni nomeri. Aka, sizning nomerini aytib qo'ying. 88lik
300'ü 377 372 32 62 qiziqqanlar mana shu uchalasini men nomerini qo'yib qo'ydim. O'zi ishlatadi-da, telefon o'ziniki. Gap yo'q. O'ziniki bo'lsa bo'ldi. Xo'p. 100 ming top desa, hayır. Qaysi biriga aka? Hormaydi. Nech pulga? Xursand bo'lib, oramizga sanadi. Nech pulga? 15 15 to'rga. Aziz obunachilar, mana 15 to'r, bo'yi 1.10 atrofida. Novosi oq tumshuq emas, lekin koson soyi suyaylik buzaylardan mana 1.10 atrofida 15 to'r savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar. 15 million 400 mingga, mashalloh. Endi buzay qancha aka, bu qancha bo'ldi? 8,5 ga bermayapti ekanlar. Bermayapti ekanlar. 8,5 mi? 8,5 million endi buzak berilmayapti. Aytilishi qancha bu? Narxi qancha? 10 million. Mashalloh, 10 million oq tumshuq. Endi buzak 8,5 millionga berilmayapti akalar. Telefon nomeri aytib qo'ying, haligi ustimda olaman deganlarga. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94lik 316 316 96 96 doimo bo'ladimi endi buzak? Doimo bo'lagan, aloqaga chiqaverasizlar. Siz nech pul aytyapsiz aka? 15 kam bor. Mana akalar 15 million kam bor. O'zimizni mesni paroda bu qo'sha, lekin sutga to'ygan. Oldi keti chiroyli ekan. Bo'ylari 1 metr, xudo xolasa kep qoladi. 15 kam bor. Pul berishdimi aka? 17,5 million. Buzaylar chiroyligi saralanib qolibdi. 17,5 savdosi qancha dedingiz? 17 million dedingizmi? Qancha deyapsiz? 12,5? 12,5. Aha, 12,5 savdosi bo'libdi. Men 17,5 eshitdim. 15 kam bor aytilyapti. 12,5 million savdosi bo'libdi. Berilmabdi akalar. Buni qarang buzayga. Mashalloh. Aziz obunachilar, mana shu joyda syomkamizga yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizni oxirigacha ko'rgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Bozorning to'liq manzil lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Boringlarga shukr barchanglarni. Yana bir bor juma ayyominglar muborak bo'lsin aziz obunachilar.